eng qimmat rayonlardan biri Yakkasaroydan uy olib yashagan bo'larmidingiz? Rakat mahallaga kelganimizda tekstilniy institutdan keyingi ko'chada mana shu orqamda turgan 2 etajkali plus podvoli bor xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. 3.2 sotu, 5 ta xonasi, 2 ta sanuzyeli bor. Planirovkasini zo'r qilishgan ekan. Eshikdan kirganingizda bu yoqdan mana mehmonxonaga kirasiz. Oldidan asosiy eshikdan ham kirsangiz bo'ladi. Mehmon keladigan bo'lsa, mehmonlarni bu yoqdan mehmonxonaga kirgizasiz. Men sizga hozir u yoqdan ham eshigini ko'rsataman. Undan oldin hovlini bitta ko'rib olamiz. Bu yoqqa ko'rasizlar, qushlarni qo'yib qo'yib, shovotida maza qilib o'tirishgan ekan. Keling, hovlini bitta ko'rsatamiz. Bu yoqda eski hovliligi bor ekan. Daraxtlarga bitta e'tibor berib qo'ying. Hop, bu yoqdan asosiy uyga kiradigan eshigimiz. Podvolimiz ham bor. Podvol yaxlit yerto'la. Kirganimizda bu yoqdan ketib chiqqan zinamiz bor. Bu yoqqa mana stol qo'yib qo'yishgan, choy ichish. Bu yoqda bo'lsa oshxona joylashtirilgan. Hol studiya formatda qilingan. Bu yoqda yuvinish xonasi umumiy, bu yoqda mehmonxonamiz. Mana boya aytgan eshigim sizlarga mana shu yerdan ko'chaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Mehmonlaringiz kelsa, to'g'ri shu yerdan olib kirasiz. Mebellarni ko'rasizlar, qimmat zo'rlarni ishlashgan ekan. Menimcha puliga arziydi uyimizda. Qani endi ikkinchi etajga ko'ramiz, ketdi. Zinadan chiqarganmiz 10 qo'limizda bitta yotoqxona keladi. Kattalar uchun mo'ljallangan. Uni yonida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz keladi. Bu umumiy yuvinish xonasi. Buni yonida yana bitta kattalar uchun yotoqxona joylashtirilgan. Bu kattagina hovlimiz, televizor qo'yilgan, konsert qo'yilgan, bu yoqqa divan qilingan. Mana shu yerda o'tirib bemalol televizor ko'rib o'tirasiz, maza qilib. Yakkasaroy tumani Rakat mahalla Atterimiz 1-tor ko'chasi bo'ladi. Tekstil institutdan keyingi ko'cha 3.2 sotu, narxi starti $300,000 deyapti. Sizlarning fikrlaringizni bildiring, narxingiz arziydimi? Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, Yakkasaroydan o'qitayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'yasiz. Pastda men egalari raqamini yozib qoldiraman. Qiziq bo'lsa telefon qilaverasiz.